Ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda o'zim ham ko'rib qoldim. Bir yigit, odamlar ko'p xursand bo'lmanglar, palasani bosganlikda kamera aniqlamasa ham gay yozadi. Gay yozgandan keyin ball hisoblanadi. Gay xolasa 2 ball, xolasa 5 ball qo'yadi. Pravilar lishon bo'lib ketadi degan ma'noda post chiqaryapti. Buni tezroq tarqatib qo'yinglar haydovchilarga deyapti-da oxirida. Hamda palasani bosish bo'yicha kameralarda endi yozmaydi deb turib xalq xursand bo'lyapti-da. Avoy, bu odamlar bilmayapti. Ertaga birinchidan buni bosadigan bo'lsa, to'g'ri gay turadigan bo'lsa, sizlarga endi balinglardan minus bo'ladi. 12 marta shunaqa chizim bosadigan bo'lsanglar, prava rishon, yana qayta prava o'qiguncha 6 milliondan oshiq rasxod ketadi. Undan tashqari har bir bosilganiga 5 barobardan vizual kuzatuvga ishtirok yozadi. Bu yoqdan birni berib 5 tortayotganini xalq bechara bilmayapti-da. Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar. U xursand bo'lmaylar. Palasani bosmasa endi shtraf kelmaydi. Bu yoqda bu yoqdan imkoniyat berilganlar, bu yoqdan yordi. Prosta yengillik bo'lsin deb tarqatib qo'yinglar. Mana shu xursand bo'layotgan insonlarga. Bu haqiqatdan shunday bo'lishi mumkin ekan deb noto'g'ri axborot beryapti. Palasani bosganlik uchun yozilgan jarimaga ball hisoblanmaydi. Balli tizim bo'yicha 12 ta turdagi eng qo'pol qoidabuzarliklarga hisoblanadi balli tizim. Qo'pol qoidabuzarliklar uchun. Palasani daxli yo'q bunga.